Men oddiy uy bekasiman. Uyda o'tiraman. Kecha internetda, Instagramda buni ko'rib qoldim. Ko'rib qolib hali havolan bosing desa bilmagan holatda bosib yuboribman. Men bundan oldin boshqa kompaniyalarda ham yurganman. Otini aytmay qo'yray, ular ham xafa bo'lib qoladi. Ustoz deb 1,5 yil yurganman-da ular bilan. 15 million, 20 million pulim ketgan. 15 kilo 900 vес qo'shib yubordim. Katta bo'lib ketdim. O'ta katta bo'lib ketdim. Keyin bunga menga Bobirjon telefon qildi. Bobirjon telefon qilib, "Opa, iltimos bir hafta to'xtatib turing buni, ichayotganingizni. To'xtatib turing-da, biznikini ichib ko'ring" dedi. Keyin buni 2 kun ichdimda Tarazga chiqdim. Tarazga chiqsam 115 kilo 10 gramm qolibman. Mahsulotni olganimda 20 oktyabrda oldim. Olib turib keyin buni to'xtatib turib surishtiraychi dedim. O'zi asli Sharxonliman. Keyin Sharxonda ammalarim bor edi, telefon qildim. Qilsam, ammamning qo'shnisi ekan. Nursulton ammam qo'shnisi ekan. Keyin oilaviy ichishyapti, bular ham ichishyapti, zarari yo'q ekan, ichaveringlar dedi. Ichaver dedi. Keyin o'shandan ichishni boshlab, o'sha haftasiga 3 kilo, 4 kilo birinchi tez ketyapti dedim. Keyin o'sha sizga mutaxassis javob beradi degan Mirjalol menga shu bog'langan ekan. Unga telefon qildim. Sekinlab qoldi-yu desam, "Opa, buni necha yil davomida yiqqansiz sekin. Endi tashiyda boshida ichki ishlaklar tozalanib oldi. Endi sekin-sekin tashiydi" dedi. Keyin endi Xudoga shukr yaxshi, shuni endi ichyapman. Bu yoqdan 10 kun bo'lsa, bu yoqdan 1 oy, 40 kun bo'ldi. 40 kunda 18 kilo vес tashlabman. Mana shuni boshlaganimda Tarazga chiqdim, 115 kilo 900 edim. Endi buni oxiriga chiqqanimda 97 kilo 700 mi chiqdimda. Keyin qizimga chaqirib berdim. Keyin qizim ichdi. Ichgandan keyin bizda effekt bilgandan keyin amakilaring men ham ichaman dedi. Menga ham chaqirib beringlar dedim. Bunga ham chaqirib berdik. Keyin bu ham ichdi, bu 10 kilo vес tashladi bu ham. O'zimda yengillik bo'ldi. Nafas olishlarim qiyin edi. Kechqurunlari uxlay olmas edim. Yaxshi uxlayapman. Oyog'im og'rir edi, yura olmas edim. Jicha yurib o'tirib olaverar edim. Yaxshi hozir belimdagi reja bor edi, bellarim og'rir edi. Nafas olishim qiyin edi. Keyin kardiologda ko'p dam olganman, yuragim bezovta qilar edi. Endi hozir ancha mashin bilan ancha yaxshi bo'lib qoldim. Vesim ham yengilladi, o'zim ham yaxshi bo'lib qoldim, o'zgardim. Qo'shnilar ham chiqaveradi. "Qancha ozdingiz, nima bo'ldingiz? Uyda u burchaga bitta Taraz bu yoqqa qo'yib qo'yaman-da, bu ishdan kelsa ham chiqing, Tarazga chiqingchi" deyveraman. Istam haqiqat ekan, endi rost ekan. Marafonga meni rosa o'sha hali adminman deb telefon qilganlar marafonga "Opa, qo'shilasizmi" deyordi. Keyin men o'zim bunaqalarga kirishni bilmayman, o'zlaring qo'shib qo'yinglar, ularga rosa telefon qilaman. "Qo'shdilaringmi? Men o'zim marafonda bor ekanmanmi? 424 opa, nimangiz, raqamingiz" deyishdi. Keyin qanaqa bilaman ekan, bilmayapman deyman. Keyin "Yo'q, mana marafonda qo'shildingiz, marafondasiz" dedi. Marafonga birinchi yutamanmi yo'qmi degan xayol bo'ldi menda. Hali shuncha 300 ta 400 ta odam bo'lsa, buning ichidan 10 tani 10 tadan 4 ta. Endi men mana odaman, menga chiqmasa kerak deb oldin ishonmadim. Keyin endi mana haqiqat ekan, marafonda birinchilikni oldim. Rosa harakat qildim. Soatiga qo'yib pul olaman ekan. Rosa harakat qildim. Keyin mana 20 million so'm pulni oldim, birinchi o'rinda opam. Endi sizlarga ham rahmat. Bunaqa odamlar negativ bildirmasin endi. Yaxshi mahsulot haqiqiy ekan, halol ekan. Hammaga tavsiya qilaman, ichsin.